Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugungi qilgan ishlarimiz oxirgi videodan keyingi qilingan ishlar haqida ozgincha ma'lumot berib o'taman. Bu pomidorlarimiz 2025-yil 18-mart kuni ekilgan. Bugungi sana 4-aprel. 18-mart kuni ekilgan Ma'muston ko'chatlarga. Kechagi kuni 4-aprel kuni video qilganimda aytgandim. Oziqa suv beryapmiz. Agar effekt yaxshi bo'lsa, shuni keyingi nimasida aytaman videoda degandim. Unga oziqa berilgan oziqa suvi o'z bir marta yonidan ekilgandan keyin bir marta yonidan nomiga ariq ochib suv yugurtirganmiz. Ikkinchi suvi kapilnidan bo'ldi. Mana shu nitrat magniy yarim kilo, nutrient plus yarim kilo, kalsiy nitrat yarim kilo. Faqat monofosfat solmadik, chunki monofosfat asosan hosildorligini oshirishga, kislarini baquvvatlashtirishga ishlaydi. Pomidorlarda kislarni baquvvat qiladi. Uni egilganda, hosillari ko'p egilganda sinmasligi uchun iloji boricha baquvvatlashtirishga shunaqa monofosfat tavsiya qilishgan bizga ham. Monofosfat o'tgan yil berganmiz, effekti zo'r bo'lgan. O'shaning uchun bemalol aytaveramiz foydasi yaxshiligini. Magniy sulfatdan yarim kilodan qildik. Mana shu 4 tasidan yarim kilodan qildik, 2 kilo bo'ldi. Yantar, bor, temir. Uchalasidan 100 gramdan. Mana shu kecha yaqinda olib kelganman buni. Oldin unaqa solmasdik. Mikroelement hisobida kek, 320niki, Agrofullniki. Pomidorlarga kechagi 4-aprel kuni video qilganimda aytib o'tgandim, oziqali suv berdik. Nima oziqali suvligini, effekti yaxshi bo'lsa keyingi videoda aytaman degandim. Mana nitrat magniy yarim kilo, nutrient plusdan yarim kilo, kalsiy nitratdan yarim kilo. Monofosfatdan qo'shmaymiz. Hozirgi paytlarda qo'shmaymiz. Faqat mana shunaqa holatga kelganda pomidorlar kislarini baquvvatlashtirishlik uchun qo'shiladi. Hosildorligini oshirish uchun. Mana shu pomidor bo'lsa, shu pomidorda mana shu kis ushlaydigan, pomidorni ushlab turadiganini baquvvat qilib, qiyshayib bukilmasligi uchun mana shu monofosfatdan berganimiz o'tgan yili effekti zo'r bo'lgan, yaxshi ishlagan. O'shaning uchun bemalol tavsiya qilaveraman. Foydasini ko'rganingiz uchun. Faqat hozir emas, mana shunaqa holat pomidorlar mana shunaqa holatga kelganda berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'sh, nitrat magniydan yarim, nutrient plusdan yarim, kalsiy nitratdan yarim, magniy sulfatdan yarim kilo. 2 kilo qo'shiladi. Shunda o'pshi 1 tonna suvniki. Biz 5 sotikka 2 bo'lib berdik. 1 tonna suv 2,5 sotikka tushdi. Bularga shu har doimgidek o'zimiz temir, bor, yantardan qo'shdik 100 gramdan. Agrofullnikini tak 200 gram. 200 gram bundan qo'shganmiz 1 tonna suvga. Bu mikroelement hisobida bo'ladi. Sink, marganez, hamma narsasi bor bunda ham. Tarkibida. Bitta qo'shayotgan narsamiz mana shu nematodaga asosan o'tgan yili biz faqat mashinani ishlatdik. Trichodermadan. Bu trichoderma bilmadim, hamma har xil aytayapti, hamma dorichilar. Misol bittasidan so'raganimda shunday o'zini suvga qilasan degan. MPKlarga, bu MPKga 320 mi, 318 mi, 10-43 mi farqi yo'q. 200 gram, 300 gramdan tonnasiga qo'shib yuborsang bo'laveradi degandi. Alohida beriladigan bo'lsa, alohida 1 tonnasiga 1 kilo solinadi.
Xo'p, biz 250 gram qo'shdik 2,5 sotiylik nimamizga. Shunda 5 sotikka yarim kilo bo'ladi. 1 kilosi 10 sotikka yetadi deb aytishgandi. Bundan o'tgan yil ishlatganmiz. U bizda nematoda umuman muammo tug'dirmagan. Bodring ekkanmiz bahorda o'tgan yili. Bodring keyin yulganimizda hech qanaqa nematodan alomatlari bo'lmagan. Bu yillikka mana endi berishni boshladik. Ko'chatlar уже 18 kun, 20 kunlik bo'lib qoldi. Chakki tushgan joyni hozir ko'rsataman. U joyda ham mana endi kecha bir kun oldin bergan bo'lsak, u birpasda uni effektini bittada bildirib yora olmaydi, lekin tushmagan, hech qanaqa nematoda yo'q. Tomirlari top-toza. Menimcha shu bu ham bakteriya bo'lganligi uchun nematodani baribir yegandan keyin uni tuxumlarini yeydi deb mana ma'lumotlarni shunaqa olganmiz. Tuxumlarini yeydi. Ko'paymasligiga sabab bo'ladi-da endi. Shu oldini oladi. Shuning uchun menimcha o'tgan yili muammo bo'lmadi. Bu yil ham kech beryapmiz, lekin kichkinaroq ko'chatligida ham bo'lishi kerak edi o'zi asli. Nomiga bo'lsa ham bilinishi kerak edi. Nematoda yerda. Bizda aynan raza nematoda bosib ketgan yer edi u yerimiz. Xullas, trixodermadan 250 gram bir tonnasiga, mana shu MPKlarga hammasiga faqat har bittasini alohida aralashtirib, alohida bochkaga solinadi. Shu bir tonnalik suvga alohida quyiladi. Endi pomidorlarning o'zgarganini ko'rsataman hozir. Bu pomidorlarimiz mana kechqurun mana shunaqa holatda ochiq turibdi. Tepa tomoni, past tomonlarini yopilyapti. Kunlar sal isib, nima qilganiga sal pomidorlar ham jonlanib qoldi. Ushlashlari ham, hosil ushlashlari ham ancha yaxshilashib qoldi. O'zi biz endi bu birinchi yil atableniyaga birinchi yil ekyapmiz. Erta pomidorda rozuviyda o'zi erta yanvar fevralda erta ekmaydi deb aytishyapti. Endi bizga endi eshityapmiz unaqa narsani hech eshitmaganmiz. Холодныйga ekardik, termos qilib ekardik har doim. Shuni asosan qizil ekiladi, gulini yaxshi ushlashlik uchun qizil pomidor ekiladi, rozuviy ekilmaydi sovuq paytda deb shunaqa deb eshitdik. Biz bilan teng ekkan odamlar ham, imенно rozuviy ekkan odamlar ham gulini ushlamayotganidan ozgincha qiynalishdi. Lekin hozir o'sha kunlashib ketdi, gul ushlashidan faqat changlatishini vaqtida qilib turilsa muammo bo'lmaydi gul ushlashidan. Videoni uzib o'tirmadim. Mana pomidorlarning holatlari. O'tgan kuni dorli suv berganmiz. Yarimidan o'tib qo'ydik, bayladik. Baylamoqda. Kechagi kuni bunaqa emasdi. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Lekin farqi aniq, konkretniy farq bilingan. Kechagi safargidan, misol 4-apreldagidan, bugun 6-aprel. Tepa tomonida ko'proq bilinadi, chunki videoni tepa tomondan olganman. O'sha bitta yarimta gullashga boshlab qoldi mana. Buni tagidagi barglari endi olib chiqilyapti. Mana yoqlari tagidagi barglari olinyapti.
Mana bular olingan holatlar. Men hozir shu trixoderma o'tgan yil quyganmiz deganim. Mana shu yerda tomirlari toza holatda turibdi. Ustidan shu o'tgan safar bergan oziqamiz bo'yicha hali hech narsa sepmadik. Bugun sepamiz degandik. Endi bugun yomg'ir yog'ib, havo o'z salqinligiga sepib o'tirmadik. Tanalarining baquvvatligi ham baquvvatlashyapti ancha.